Senin inindek yaş. Manda giyinip öptüme. Bir piyalı çay, bir piyalı çay, men alalı var. Düğümlük dostlar, ben Muhtar Buğra. Büyügen jıraқты nazar salsam, nazar inim kipti bir piyalı çayga. Keginin kızgın karşı alımız. Bugünkü söhbetimizni alay talep kıyga urun Abdülmüraylık Xalq 3. Doktorxanası. Abdülmüraylık 3. Xalq Doktorxanası neymiş kılmış söhbetimizni talep kılıdı, hemkarlaşıdı desen, hemmemizдің doktorxanaga baldı berip kalmasligini ümit kılıcı. Sağlam turup bəson, imkaniyet ba, muşu seyye tarmaklarga yeki yolumusun dep izleydi. Onun üstüge senet suyuydigan bir doktorumuz var, Ali doktor deydigan. O Ali doktorunun mu aşında bir istekleri var. Çay içkech kimez ta kalmakçı boğan. Ular ketmezde. Meyle muş mihriban qadrdonlarimizningki aldırap ketmesligi üçün bir mehr muhabbet yetkizip olaylı degan temi go bu. Onun üstüge sen muşu Naqshanga xas nayet ketip kipse men xuddi senin inindek yaş. Manda kiyinip öptüme. İkimiz kiyimimizni almashtırsak olaptı ki asli. Bulmay qaptı. Onunki icadiyetini kim qilgan? Tekstini Alim Turan, muzikasi üzem akkordlashtirish ishlarini Muratjon Muxtar. Alim Turanmı, o yigitmi şu edebiyatda meyli nazariy jihatdan, amaliyat jihatdan qalami intayin pishib yetilayotgan shoirimizning birisi. Onun ustiga senmi ijodiyatda nayte oldida ketayotgan yosh ijodiyatchilarimizning birisi. Muratjonmi mush akkordda o'zgacha uslub yaratgan yigitlarimizning birisi. Serxilla qo'shuvni, bu naqshini ro'yobga chiqaribdi. Menim aralashtirib olmabsizlar ya. Sizningki manga avatgan nurg'un tekstlar bor aka. Uka mani bir paqa deb. Asosan hammamiz putdi aka. U malqi men damilliqqa muzikasel akkordlashtirish putmagan ekan, ba'zi ijodiyatlarniki ahang tayyoq qo'ygan. Uning ishlari jiddiy kelib qoldim-da bu vaqtda. Men mushunda yaxshi ishlarga aralashishni, sizning xizmatingizni qilishni nayati xohlaydigan odamcho. Chunki yaxshilar orasida naqshlar ko'p bo'ladi. Seninki bu naqshang yaxshilar uchun ijod qilingan naqshcho u. Shunglashqa mushu Abdülmüraylık Xalq 3. Doktorxanası bedenimizning, jismimizning, ruh kayfiyatimizning yaxshi turishini istaydi. Seningmi ruhingni ustun tutib, mushu bir-birimizning qadrini qilib, o'tishingni umid qilaman. Oxirida bir piyol choy ichib qo'yishingni tilayman. Gerçi sen soğuqroq bo'lsa-mu, adamning yuragi bordir. Feyzi. Rahmet sana. Mestalilarninki bizningki bir piyol choy söhbetimizga davomli diqqat qilishini istaymiz. Salam hürmetli ustozlar, salam ekran oldidagi barcha azizlar. Mush vaqtdan xayrlik bo'lsin. Naqshi do'stlar nazar obuldi namalaga o'tliq salomlar bo'lsin. Kırıp salam bo'lsin, nazar ubul. Rahmat ustoz. Bu nazar qarindishimizmi xuddi Abdüveli To'xtidek nech toplam naqshlarni chiqargan yigitlarimizning birisi bu. Shunga Hazreteli qarindishimizni bir ikki og'iz so'zga taklif qildi. Men nazarga munda bir gaplarni degim bor. Bu nazar o'zimi nayt yaxshi bir naqshchi, ondan ijodiyatchi, akkordlashtirish ishlarini qilyotdi. Anda mush yaqindan ya chiqqan asarlari, naqshlarimiz diqqat qilyapman. Men ish qilib bek olqishlarga erishyapti. O'zimi bek ajr qilyapti, bek suhbatlik brilliansiga ahamiyat turdi bu nazarcha. Suhbatlik, suhbatga bek diqqat qildi deb o'ylayman mush. Masalan, ayollar naqshlarni aytyapti. Haqiqatan ish qilib bek yaxshi, bek pokiz bo'ladi ishlaringlar. Rahmat. Sizlardek shunday vakil xarakterlik muvatgan bolalar shunday jiq bo'layotdi. Hammanglardan so'yinimiz haqiqatan bundan keyingi ishlar natijali bo'lsin, katta bo'lsin, nusratli bo'lsin. Rahmat.